Men 100 kunlik survival video juda ham oson bo'ladi deb o'ylagandim, ammo men xato qildim va bu xato menga juda ham qimmatga tushdi. Har doimgidek o'zimizda ajoyib kunimizni boshlab oldik. Kelilamasligi bir narsani aytaman. Bizda 20 kungacha yashagan edik va endi video 27-kundan davom etyapti. Nima sababdan? Chunki oralig'idagi 7 kunlik video o'chib qopti. 7 kunlik videoni qanaqa o'chib ketdi desanglar endi aytib beradigan bo'lsam, voqea shunaqangi boshlandi. What the fuck? Bu botda nima qilyapti? Shunaqa ham musor trader bo'ladimi? Mana ahvolni qaranglar. Triqalay botda, undan ko'ra o'ldirib yuborganim yaxshi sani. Qilcha olaylik. Bo'ldi. Ha, xullas o'sha 7 kunlik survival davomida men portal qurishga imkoniyat topgan edim. Ya'ni portalimizni to'laqonli bitirgan edim. Agar ishonmasanglar, xohlasangiz ko'rsataman. Men cheat yoqmaganman. Mana marhamat ko'rishinglar mumkin. Na game mode ishlayapti, na game rule. O'tgan safar shu creeper shotda portlamasin deb olib qo'ydim. Keling, shuni tinchgina o'ldirib yuboramiz agar portlab ketmasa. Battar bo'ldi. Tepaga kerak emas narsalarimni joyladim-da, o'zim endi Nezerga ketaman deb juda ham shoshqaloqli qilib qo'ydim. Va mana Nezerga ham keldim, lekin juda ham yomon omadda ekanman, juda ham bir kerak emas va umuman g'alati joyda spawn bo'ldim. Eng alam qiladigan narsasi, men kirkamni durability'siga umuman qaramasdan kelman, ya'ni uni kuchiga. Nimaga desanglar, videoni davomida bilib olasizlar, kuzatib turinglar. Bu vaqt orasida men Fortress ko'rib qoldim va o'sha Fortressga borish uchun juda ham ko'p vaqtimni ketkazdim. Orada kirkamga qaramasdan ko'p joylarni qazib, yo'lidan o'tib ketuvdim. Eng yomon tarafi, inventarimda taxtadan boshqa hech narsa yo'q edi, afsuski, chunki temir ham olmaganman, olmos ham olmaganman. Fortressni topish uchun afsuski men 1000 blokdan oshiq yurib qo'ydim va buning uchun kirkam sinishga majbur bo'ldi, chunki juda ham ko'p joyga kirka bilan ochib chiqdim. Menga biroz bo'lsa ham yordam bera olgan narsa bu golden kirka bo'ldi. Usiz men hech qachon bu yoqqacha kela olmasdim. Koordinatalarni ko'rib, amallab oxiri shu joyga ham yetib keldim va mana va nihoyat biz ochiq joydamiz. Bilasizlarmi nima? Ochiq joyga kelganimiz meni xursand qildi-yu, lekin oldindagi kutib turgan o'limim juda ham meni xafa qildi. Nimaga deysizlarmi? Chunki men 20 kundan oshiq yashab qo'ydim, lekin bu juda ham kichkina ko'rinishi mumkin. Lekin bu meni birinchi 100 kunlik survival videoim edi. Va yana menga 2 karra alam qilgan narsa, men umumanga cheat ishlatmaganim, ya'ni keep inventory yoqilmagan edi. Agar hatyobi keep inventory yoqilganda, men hozir videoni davomini olgan bo'lardim. Va men nihoyat Bastionmi to'xtali do'stlar, sizlarga ham juda sifatli va ajoyib bo'lgan preview banner avatarkalar kerakmi? Unda bemalol over designga murojaat qilishingiz mumkin. Over design sizlar kutganingizdan sifatli va ajoyib qilib preview yoki banner avatarkalarni yasab beradi. Albatta 4K formatda. Va sizlar O'zbekistonda bunaqangi previewlarni bunaqangi narxlarga yasata olmaysizlar. Ya'ni arzon narxda yasaladi va arzon narxi mas'ul uchun yanada ham arzon qilib beraman. Masterdan keldi detsizlar, sizlarga u ajoyib bo'lgan skidkalarni qilib beradi. Previewlardan namunalar bo'lsa, mana va mana. Albatta sizlarga yoqqan bo'lsa, o'ting va zakaz qiling. Video ostida silka bor va kommentariyada ham o'tib bemalol zakaz qiling. Fortress kami xullas men bilmayman nomini. Shu yoqqa keldik va oxiri bu joyda nima qilishni bilmasdan bitta qayiq yasadim va qayig'imda o'sha piglinlarni o'tqizaman deb ichkariga kirsam, ichkaridan bizani ancha munchagina piglin o'rab oldi. Va menga eng katta alam qilgan narsa dashi butda cho'chqalar ham bor edi. Chunki cho'chqalar juda ham katta uron berardi va mana men yiqilishim menga juda ham katta uron olib keldi. Va nihoyat men ichkariga berkinib, o'zimni qaytadan refresh qilmoqchi edim, ya'ni jonimni to'ldirmoqchi edim, chunki juda ham XP'imiz low edi. Va mana nihoyat men 5 tadan oshiq qayiq yasadim va ana endi ularni o'tirib birma-bir o'ldiraman deganimda rejam ish bermay qoldi. Qanaqasiga desanglar, botdagi katta hayvon o'tirmas ekan, faqatgina uni bolasi o'tirar ekan va menga bu juda ham katta muammolarga sabab bo'ldi. Va miyamga juda ham chiniq va ajoyib reja kelib qoldi. Hoglinlarni yoqib o'ldirish, lekin ularni bir donagina suzishi juda ham uzoqqa uchirib yurar ekan va bu menga juda ham katta minusga ishladi. Eng yomon tarafi va menga eng yoqmagan tarafi, bular olov yonayotgan tarafdan qochar ekan-u, lekin qatdan kelishga aqli yetar ekan. Ya'ni men nima demoqchiman? Boshqa moblarga qaraganda bularning aqli va IQsi vobshe boshqacha ekan, chunki bular ochiq joyni qidirar ekan. Bulardan men amallab qochdim, lekin uni oldida yana nimalar kutib turibdi, buni sizlar bilmaysizlar. Va nihoyat piglinlar o'lib ketdi. Ya'ni piglin emas, to'g'rirog'i hoglin, ya'ni cho'chqachalari o'lib ketdi. Piglinlar bo'lsa hali ham shu yerda edi. Va men endi asosiy joyni qidirishga tushib ketdim. Ya'ni ovqatga qaramadim. Umuman e'tibor ham bermadim. To'g'risi qanchalik e'tiborsiz bo'lish mumkin bilmadim. Va mana nihoyat pastga tushib oldim va bu yoqda mana bitta piglin kutib oldi va piglinni qayiqqa o'tkazsam, boshqa joydan ikkinchi piglin kirib juda ham jonimni low XP ga tushirib qo'ydi. Va undan amallab qochib ketdim va bir burchaga boraman dedim va piglinni yoqishga harakat qildim, ammo u yonmadi. Voqeada qarabsizki, kallam ishlamasdan men o'zimni yonlarimni yopdim-u, ammo urish mumkin bo'lgan zonalarni yopmadim. Eng yomon tarafi nima deydi? Aynan u urish zonalaridan tortib, meni 2% gina jonimni chakib olishga harakat qildi, lekin men ovqatlanib ancha-muncha to'ldirib oldim. Ko'rib turganinglardek, u meni kutib turgan ekan va men unga boshida tegmadim va birinchi urishga harakat qildim va bir
dona jonim qoldi va nima bo'ldi? Tarvuzimni yedim va jonimni to'ldirishga harakat qildim. Ammo tarvuz juda ham kech generatsiya, ya'ni regeneratsiya qilganligi sababli meni jonim juda ham tez ketdi. Va men bunaqangi o'lim topaman deb hech ham o'ylamagan edim. Afsus. Bunaqa momentga tushib qolaman deb o'ylamadim. Iltimos, Piglin urma. Yo'q. Yo'q. Va aynan shu joyda bizning survivalimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bunaqangi survival videolardan boshqa chiqaramanmi yo'q? Albatta buni sizlar hal qilasizlar. Kommentariyada yozib qoldiringlar, bu videoni davom ettiraymi yoki prosta tugatib qo'yaymi? Va albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Hammalarga rahmat.